puli arzon, sifatli kultivatsiyalarimizni bitta savol ko'p bo'lyapti-ki, ya'ni buni ligirovkasini qanday qilamiz deganlarga keyinlar ko'rsatib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Eng ko'p savollardan bittasi shu o'g'itni donda solganimizni, ya'ni bug'doy solganimizni ligirovkasini qanday qilamiz deganlarga qaranglar. Mana bu narsa tepaga chiqadi, mana tepaga qo'yiladi, orasiga qo'yiladi. Endi qarang. Mana qarang, burab bering. Buni buraymiz mana. Buni qisildi. Yo'q. Ko'paydi. Masalan, o'g'it tushish ko'payadi bunda. Mana qisqartirsak o'g'it aziyadi. Masalan, 200 kilo soladigan joylar bor, 500 kilo soladigan joylar. Ochamiz, o'g'it ko'proq beradi. 500 kilogacha beraveradi o'g'itlarni. Ligirovkasini shundan nima qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Akalar ko'pchilik tushunmayapti mana. Shu oddiy narsada xolos. Ligirovka qo'yilaveradi buni. Ha, demak, mana sanab turib, mana uni ustiga olib qo'ysa bo'laveradi. Mana tepaga olib qo'ysa tushib qoladi hozirda. Tushirmaylik, mayli, tushirmaylik. Ha, demak, qani ko'proq solmoqchi bo'lsangiz, bu tarafga olasiz, ko'proq solinadi. Agar ozroq solmoqchi bo'lsangiz, endi qisib qo'yaverasiz, ya'ni baqa kelgan sari, ko'tarilgan sari, ya'ni ozayishni boshlaydi. Buni tepaga olib qisib, yana qatirib qo'ysangiz bo'laveradi. Prosta hozir biz video uchun buni bo'shatib oldik, to'g'risi, qatirib qo'yasiz, bo'ldi. Bitta kulich bilan ishingiz hal bo'ladi. Unchalik qiyin narsa emas, ya'ni o'zingizga moslaysiz. Kimdir ozroq soladi, kimdir ko'proq solgisi keladi. Endi hammani o'zini didiga bog'liq. Endi keyin har xil ko'chatga ham bog'liq bo'ladi. Endi kimgadir o'shanga qarab turib savollar. Asosiy bug'doylik uchun o'z razmeringizni, o'z gektaringizni, yumshoq joy, qattiq joy o'shanga qarab moslasa bo'laveradi. Undan keyin ko'pchilik ishlatish bilmayapti. Akalar, bu ishlash juda oddiy narsalar xolos. Agar любой traktorga tushadi, mana universal bo'ladi. Любой traktorga tushadi bu aka. Любойga tushaveradi. Ha, o'sha asosiy nechidan boshlanadi? 28 dan 30 kishiga qarab ketaveradi. 130 kishi o'shanga qarab ketaveradi. Ha, zapchastlardan muammo yo'q akalar. Detallari qalin, o'sha eng mustahkam bo'ladi. Keyin razmerlar xohlagan razmeringizga tushadi. Umuman muammo yo'q. O'zi sizga qanaqa razmer kerak bo'lsa, eng hadovoy so'z mana shu 4 talik bo'lyapti, to'g'rimi? 4 talik hadovoyimiz mana shu. Ha, 4 talik bo'lyapti. Xohlaganlarga 5 talik, xohlaganlarga 6 talik, xohlaganlarga 3 talik miniroqni ham yasab berishaveradi. Bu pulingizga qarab yasab berilaveradi. Yana bitta zo'r tarafi o'sha doimgidek qaytarib o'tamiz. Mana ko'chatlaringiz oradan o'tganda, yana o'sha ko'chatlaringizga, ekin tikiningizga hech qanaqa zarar bermaydi. Yana buni eng afzallik jihati, akalar, yaxshi ahamiyat berasizlar. Eng qattiq yerlar bor-ku, o'shanga bardosh beradigan nimaga degan savol. Mana nima tindag'i, nima bo'ladi? Hali poyez relsdan qilingan. Poyez relsdan bo'ladi. Poyez yo'li o'sha relsdan bo'ladi. O'shaning uchun lebo qattiq joylar bor-ku. Shu tros chiqib qolmasa bo'ldi. Endi uzun tros o'tgan bo'lsa chiqib qolmasa bo'ldi. Unaqida endi qattiq o'sha toshli arziy joylarni, xudo xolasa, ancha-muncha joylarni o'yib tashaveradi. Va undan ham tashqari xulotda mabodo sinib ketib qolgan taqdirda ham bor, bundan tindaqlardan bor. Tindaqlardan muammo emas. Yetkazib beriladi. Xo'p, aka, qarang, zakaz asosidanmi hali ham 10 kilo zakaz asosida endi hozir ishchimiz ko'paygandan keyin 2 kunda chiqadigan qilib qo'ydik. Imkon qadar. Imkon qadar 2 kunda chiqarib beramiz. Zo'r-ku, zo'r bo'lib qoldi. Narxlar oshgan yo'q. Yo'q, o'sha bir xil narxda. Nech pul edi? 25 millionligi bor, bu 25 million. Narigisi bor, turetskiy susimiz 28 million mana. Nima farqi bor uni turetskiyda? O'g'it berishi bir xil buni. Masalan, bir qirg'a qatoriga shu degan bo'lsa, mana masalan ligirovkasi bitta mana bu tomondan ichini ochib ko'rsatib beramiz sizlarga mana. Ha. Ashuni ko'rsatib bering. Aha. O'g'it berishi bir xil. Masalan, 8 qator bo'lsa, har bittasiga teng o'g'it beradi. Bunisi bir ikkisi bitta qatoriga 1 kilo 200, bittasi 1 kilo 300 tashlamaydi. Standart 1 kilo 200 tashaveradi masalan. Ligirovka qo'ygan qatorga. Bunda azaliy jihat shunda. Shu, o'g'itni standart beradi, bir xil beradi. Bu necha litrlik bo'ladi, kilolik bo'ladi masalan? Bu 300 kilo. Har bitta qutisiga 300 kilo. Ha, bundan kattasi ham bo'ladi, desam. Ikkala qutisi 150 kilo bungacha, 150 ongacha. Yo'q, bizga kattaroq 500 kiloni bir tonna siqsangiz ham yasab beraveramiz uni. Zakaz asosida yasab beraveradi. Lekin tushishi bir xil bo'laveradi. Tushishi bir xil bu, standart. Bunga o'xshab bundan afzallisi shu, masalan. Standart beraveradi bu. Qaranglar akalar, bu 150 kiloligi, buni yoniga yana 150 kilo qo'yganiga 300 kilo bo'ladi. Hozir endi terilayotgan jarayoni, mana yangi terilayotgan jarayon. Agar siz bundan zakaz bersiz 400 kilolik, 500 kilolik deb aytsangiz, o'shanga qarab yasab berishaveradi. Buni afzallik jihati hammasi teng bo'lib beradi undan. Bu 3 million qimmati. 3 million qimmati. Endi sal oshgan sari sal qo'shiladi, endi rasxodga qo'ygan sari qo'shiladi shu. Endi yana bitta narsa, aka, dastlabkamiz o'zi qatlargacha so'ramayapti. Dastlabki
kelishilgan holda dastak bilan Ha, kelishilgan holda. ya'ni uzoq masofaga qarab tur, yaqinroq bo'lsa, imkon qadar o'zing qilib berasiz, yaqinroq bo'lsa. Agar uzoqroq bo'lsa, endi iloji yo'q. Bitta Isuzu'da o'tgan safar video qilganmiz, Qozog'istonga chiqib ketayotganini shuni yuklab chiqarib yuborishlik nima xizmatlari ham bo'ladi. Xo'p, qaranglar, yaxshi ahamiyat berasizlar. Bunisi 25 million so'm, imkon qadar hozir 2-3 kunda chiqayotgan ishni sonini ko'paytirishibdi. Sababi o'tgan safar ko'pchilik kutib qolayotganiga, ya'ni vaqt dehqonlarga vaqt g'animati, kun g'animat. O'shaning uchun mana shunaqa narsa bor. Endi xohlasalarni 28 million so'mga bunaqa variantlarga bunkerligi yoki donaligi xohlaganingizcha o'ziga moslab bo'laveradi. Endi buni nimaga? U bilan buni afzallik jihati desalaring, meni tushunishim bo'yicha buni ham yaxshi. Nimaga? Siz agar o'tsa oxiri ikki qatori qoldimi, ikkitasini ishlatasiz, boshqa ikkitasini ishlatmay qo'yaverasiz. Bunda unaqa emas. Endi hammasi to'g'risida ishlash kerak bo'ladi. Qo'sh qatoricha moslashgan. Ha, buni afzal jihati donali joylarga ham mos kelaveradi. O'sha taraflari. Unisimiz ixchamrog'i mana. Orqalarini bir ko'rsatdim, mana ixchamroq variant. Orqalarini ko'rsatib yuboring. Klassincha yangiroq undan ko'ra. Biz traktorlar TT80 degan akalarga shuni tavsiya qilaman. Ha. Farqi ham bor-ku. Farqi bor, klassincha yangiroq. O narigi bilan buni farqi bor ekan. Kelingda mana bu yoqda kelingda ko'rsatamiz. Yaqinroqdan kelinglar. Mana bu yerda ajrab turgan farqi bor ekan. Mana bu yerda ajragan ekan. Mana bunda ko'rib qoldim. Qaranglar. Bunisi mana bunaqa monetada farqi bo'lyapti. Shal uklonliroq, bunisi boshidan oxirigacha bo'lyapti. Shunda farqi bo'lyaptimi? Shunda farqi bor xolos. O narxi bir xilmi yo bu sal ozroqmi? Nimaga bu sal kamroq ozroq bo'lmaydimi? Ozroq bas. Nima rasot kun vaqt rasot masalan biz lazerda ish qilamiz mana bu joylarga manilarga pason beramiz. Ishlo jarayoni shunaqa lazerda. O'shanga yarasha narsasi bor-da. Ha. Pashi rasot bir xil, akalar ko'rib turibsizlar, kimgadir yengilroq variantlar bunaqaroq. Sal baquvvatroq bo'lsa ham bu ham ikkosi ham baquvvat o'zi aslida mabodo deyapmiz. Tanlov o'zlaringga bog'liq bo'ladi. Akalar, biz turgan joy qayerda turibmiz aka, shuni aytib qo'ying. Biz Farg'ona viloyati Vo'yda tuman Cho'lqishloqda turibmiz hozir. Cho'lqishloqda turilibdi. Akalar, bexijolat xohlaganlaringcha bor, mana ko'rib turibsizlar, imkon qadar tezlashtirib berishadi, unaqa cho'zdirish, boshqa narsalar bo'lmaydi. Bu yerda ishxonalardan keling bitta qisqa ko'rsatib qo'yamiz. Doimgi traktor sohasida nimaiki xizmatlar bo'lsa, bexijolat imkon qadar qilib berishaveradi. Traktorlaring bo'lsa, eski traktorlaring bo'lsa, olishaveradi ham. Shuni ham bilasizlar. Mana ichki jarayoni. Metallon qimmatlashsa, metallondan sotishadi. Faqat oz narx tushib ketganiga sotishgan yo'q. 76 diskalarimiz bor. Ha. TTZ LS'larga ham bor, Belaruslarga ham bor. Xohlovchilarga. Nech puldan bu? Bunimiz 4,5 million so'm Belarusga. TT80imizniki LS'imiz bilan 4 million so'm bu. Zo'r-ku. Mana sizlarga zo'r var. Mana hozirgina ish jarayoni, yana o'sha ligrovkalarni ish jarayoni bo'lyapti. Bu yerda o'sha svarka ishlari asosiy sistemalar bu taraflarda bo'ladi. Akalar, mini zavod, xudo xolasa, xohlagan savollaringga bexijolat javob olasizlar va undan tashqari mana bu yerda zapchastlarimiz ham bor ekan. Sheplar mana zapchastlar yangi bo'ladi. Mana hali ichida shlankalari ham xudo xolasa yangi bexijolat bo'ladi. Issiqda turibdi, ko'ribsizlar, issiqda hali shumshayib qolmaydi, bir narsa bo'lib qolmaydi deganlar. O'zi qanaqa jaziramada turibdi, opyoda turgan joyda sizlarga video qilinyapti. Zapchastlarimiz yangi. Ha, bular ham yangi. Mana bunaqalari ham yangi, mana buni ko'ringlar, mana asosiysi qaynaq aka. Avtoda turganda mana xudo xolasa olmaydi. Mana aka bu tomonda ko'rsam, sapochkalarimiz yangi mana mahsulotdan tayyorlanyapti mana. Sapochkalarimiz ham. Vol. Mana sapochkalarimiz ham kim xohlasa aka yasab sotilyapti. Bu sapochkalarimiz yangi mana. Bu nech puldan bular? 125 ming so'm. 125 ming so'm. Aytdim, tayyor holatda ham bexijolat. Mana bu yoqda ham turibdi, mana ichkarida, ko'ringlar. Xudo xolasa muammosi akalar. Hamma yo'q bor, xudo xolasa kimgadir nimalardir zarur bo'lsa, bular atdeniymi, bular nech puldan bular? Bular bu boshqa undan xohlovchilarga topib beramiz, ulardan ham bor aka. Bulardan bor. Bu ham qattiq material. Ha. Bu boshqa narx, bu boshqa narx. Ha, hech pulni aytalamizmi, iloji bormi? Unimiz 110 mingga tushadi. Ha, 110 mingga tushadi. Bunisi ham shunaqa atrofi. Pastda bir xil. Akalar, xullas zavoddan nimaiki zarur bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarsa, qisqa lo'nda sizlarga video qilib berdik. Yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib ketishingiz tavsiya. Bizda yangi bo'lsa, podpissani bosib qo'yinglar, ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib borasizlar.